Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Biz Namangan yangi uylar kanali maktabgacha ta'lim muassasasiga qo'shilish marosimiga tashrif buyurganmiz. Videoni oxirigacha ko'ring, o'z ichkarilarini birma-bir tanishtirib beraman. Manzilimiz Taxta ko'prikdan o'tganimizdan so'ng Sahr bannisiga yetmay o'ng qo'limizda yo'lning yuzida joylashgan chiroyli sharoitlarni qilib qo'yishibdi. O'z ichkarilarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Bog'chamizda общий 50 tadan 70 tagacha bolani o'z ichiga sig'dira oladi. 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni qabul qiladi. Barcha sharoitlarga ega 10 hudud kamera nazorati ostida. Alloh bergan menga 4 muchasi sog', sardorim o'g'lim qizim xayrini sog'. Bobosini yergasi ona qo'yib qo'ygan yoshligim xuddi o'zim. Siz borsizki yorug'du mudom bu konditsioner, televizor, kamera, hamma bolalar chiroyli nazorat ostida tarbiya oladi. Olam shodliklari sendadir qizim, hayotim yoritgan yorug' yulduzim, yaratganga sanolar bo'lsin ming bor. Bu hayotda barcha jihozlari yangi, gigiyenaga rioya qilingan holatda bolalaringizga ishonib topshirishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Aktam bolalar bog'chasi o'z ish faoliyatini boshladi. Bizning bog'chamizda ingliz tili, rus tili, odobnoma, maktabga tayyorlov, mental arifmetika, logoped, massaj, bolalar massaji, bolalarni rivojlantiruvchi o'yin va mashg'ulotlar olib boriladi. Bizning bog'chamizda 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar qabul qilinadi. Bizni kuzatishda davom eting. Qolgan ma'lumotlar Telegram sahifamiz orqali berib boriladi. Barchangizni Aktam bolalar bog'chasida kutib qolamiz. Bolalaringizni bizga ishonib topshirsangiz bo'ladi.